Bemorlarda eng ko'p uchraydigan viruslardan biri Epstein-Barr virusi hisoblanadi. Epstein-Barr virus bu yoshligimizda yuqadigan virus. Aholimizni 70, 80, 90% gacha aholida shu virus organizmda bor. Ya'ni qonda virus topilmaydi, lekin limfa tugunlarda mavjud bo'ladi. Agar odamning immuniteti yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu virus qonga chiqib hech qanday zarar yetkazmaydi. Agar odamning immuniteti tushganda, qaysi sababli kuchli stress holatida yoki bemorlarimiz uzoq davom etadigan gormonal terapiya, prednizolon, deksametazon qabul qiladigan bo'lsa yoki onkologik kasalliklar natijasida rentgen terapiya, nurli terapiya yoki ximiyoterapiyadan keyin ham immunitet tushib, shu viruslarni reaktivatsiyasiga, ya'ni aktivlashishiga olib keladi va virus qonga chiqib, qonda aylanishni boshlaydi va shu holatda bemorlarda isitma ko'tarilishi bo'ladi. Agar virusni aniqlamay, bemorda shu holat ko'p davom etadigan bo'lsa, bu virus qaysidir a'zoga borib, o'sha a'zoni yallig'lanishini chaqiradi. Masalan, bizani amaliyotimizda 60 yoshdan oshgan ayol, unda nerv tizimiga ta'sir qilgan virus va bu ayolda ham isitma, ham kuchli tanasida kuchli og'riq kuzatilgan. Boshqa bir bemorimizda 30 yoshgacha bo'lgan bemorimizda Epstein-Barr virus jigarini zararladi va shu ayol 1 yil davomida jigar fermentlari 1,5 mingdan tushmagan. Ya'ni qancha terapiya shu gepatoprotektorlar, bosma ukolda ham qilinganda ferment oxirgacha normaga kelmagan va virusga qarshi terapiya berganimizda bu virus bartaraf bo'lgandan keyin bemorimiz sog'ayib ketgan. Bu virus yana qanaqa asoratlar berishi mumkin? Virus markaziy asab tizimini shikastlab, ensefalit yoki meningoensefalit chaqirishi mumkin. Ya'ni miyani yallig'lanishi. Miyani yallig'lanishi bu juda ham xavfli holat hisoblanadi va o'lim darajasi juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun virus ichki a'zoni zararlantirmasdan oldin bemorlarda qon zardobida va qon hujayralarida virusni aniqlab va uni bartaraf qilish kerak. Ya'ni virusni uxlatish kerak deymiz bemorlarning tilida. Virus organizmdan chiqib ketmaydi. Bu biz bilan har doim yashaydi. Immunitet past bo'lgan holda bu reaktivatsiya bo'lib yallig'lanish chaqirishi mumkin. Ikkinchi virusimiz bu sitomegalovirus deyiladi. Sitomegalovirus kimda ko'proq uchraydi? UIF bemorlarimizda yoki immuniteti tushgan bemorlarimizda ham uchrab turadi. Amaliyotimda bitta bemor bo'lgan, yoshi 45 yoshda erkak kishi. U bemorimizda isitma 38 ga ko'tarilgan paytda arterial bosimi ham, qon bosimi, davleniyasi, ya'ni deymiz 180 gacha ko'tarilardi. Isitmani tushirganda davleniya ham normaga kelardi. Kardiologlar ham davolashgan, terapevtlar ham davolashgan. Oxiri infeksionistga murojaat qilib, shu viruslarni aniqlash jarayonida qonida sitomegalovirus aniqlanib qolgan. Shu virusga qarshi terapiya o'tkazganimizdan keyin isitma ham ko'tarilmadi va arterial gipertenziya, ya'ni davleniya ko'tarilishi bu bemorda boshqa kuzatilmadi. Bilishimiz kerakki, bu viruslar har bitta a'zoda retseptorlar bor. Ya'ni har bitta a'zoni bu virus yallig'lantiradi mumkin. Viruslar nafaqat yosh katta odamlarda, bu viruslar bolalarda ham uchraydi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda birlamchi infeksiya bo'ladi. Ya'ni birinchi marta virus organizmga tushganda buni o'tkir infeksiya, ya'ni infeksion mononukleoz deymiz. Infeksion mononukleoz bo'lgan bolalarda yuqori isitma bo'ladi, tomog'ida yallig'lanish bo'ladi, tanada toshma toshishi mumkin, qortaloq kattalashadi, jigar kattalashi mumkin va bu Epstein-Barr virusi yoki sitomegalovirusi birinchi marta organizmga kirib, virus shu organizmga moslashmaguncha bemorda kasallik kuzatiladi. Moslashmagandan keyin bu bolani tanasida umrbod yashaydi. Ya'ni katta bo'lganda ham virus hech qayerga yo'qolmaydi. Bizning limfa tugunlarimizda mavjud bo'ladi. O'tkir kasallangandan keyin bola albatta tuzaladi. Tuzalgandan keyin virus qonda aniqlanmasligi ham mumkin va qonda
qolib ketib, keyinchalik surunkali kasallik, yalg'lanish, ya'ni ikkilamchi immunodefitsit chaqirishi mumkin. Nima uchun biz aynan qonning hujayralaridan virusni aniqlashga harakat qilamiz? Bu virus mononuklear limfotsitlarda o'rnashib oladi va bu hujayra o'zi infeksiyaga qarshi ishlash kerak. Lekin hujayrani ichida virus o'rnashgan bo'lsa, bu yakunlanmagan fagositoz deymiz. Ya'ni bu hujayra boshqa infeksiyalarga kurasha olmaydi. Ya'ni bizning bemorlarimizda ikkilamchi immunodefitsit holati kuzatiladi.